ayolingiz bilan birinchi tushgan rasmlaringiz eslaringizdami? Birinchi tushgan rasmlaringiz, ha? O'sha rasmda men mana ozg'in bir bechara bola o'tiribdi-da. U bolaga hech kim tegmaydi, aniq. Bir xatoni mana shu qilgan. Onasi qara, bugun Xalqlar do'stligi san'at saroyi boshqacha o'tiribmiz, qara. Ayrim payt aytadi, men juda oddiyman, sizni ilhomlantira olmayman deydi, lekin qara qancha narsaga erishdik. Birga, da? Men bitta narsani tushundim, что hamma narsani